Gazel avtomobilini ko'rsataman. Gazel 2014-yil ekan, mashinani holati juda ham zo'r deyaptilar akamlar. 420 zavod ekan. Xo'p, balonlari yengidek holatda, orqalari ham yengidek holatda emas, yengi kampir ham. Mana bemalol ko'rasizlar, resorli ustid bo'lgan zavod. Hop, 5-600 mil atrofida yurgan motor, ходовой korobka, umuman ish yo'qotdilar. Oynalari ham elektronik qilib qo'ygan ekanlar. Stendlarning ham holati zo'r, Captiva rulli, Captiva polni ham joylari bilan qo'yib qo'yishdi. Holati juda ham zo'r ekan, registratorlarigacha bor. Mashina polni shumka bo'lgan ekan. Hech qanaqa ishi yo'q deyaptilar. Bemalol ko'rib ko'rsatib berar ekansizlar. Hop, to'g'ri shu 20 lik zavodli. Pollarning ham holati yaxshi ekan. Bemalol ko'rsatib bo'ladi. Mana ishlari ham zo'r holatda turibdi. Hamma yo'llar taxtadan ekan. Zo'r ish qilib. Bunaqa joylarda kuzov nomer deysizlarmi, rama nomer deysizlarmi, hamma narsasigacha turgan ekan. Doполнительный radiatorlargacha hamma narsasi bor. Bu mashinani sizlarga 10500 ga beraveramiz, bosib yuboringlar.